Nishon tumani Yangi Nurchi mahallasi Yangi Jayron ko'chasida bundan 1 yil avval ko'rib turganingizdek mana shunday chuqurlar qazilgandi va bu yerda ichimlik suvi quvurlari o'tkazish ishlari boshlangandi. Ammo bu ishlar chala tashlab ketildi. Chuqurimizda ahvolini qarang. Shunday qilib yo'lda chala qilib ishini boshlagandan keyin chala qilib tashlab ketish mumkinmi? Bolalarimiz necha bittasi tushib, necha bittasi yiqilib, boshlari yorilib yotgan hollari ham bo'ldi. Shuning uchun ayollar, boshqalar o'z holimizcha ko'mgan kishi ham bo'ldik. Lekin bu holda bitib tashlab ketishi yaxshi emas. Hali suvimiz kelgani yo'q. Men 1 yil bo'lyapti. Qishda ahvol bu. Yozda-ku changga botib rasvo bo'lib qoladi. Mana shu ahvolda tashlab ketishdi. Hech kim qaramaydi. Mas'ullar yo'q bu yoqda. Mahalla raisi yo'q. Qo'roqlarning ta'kidlashicha, har bir ko'cha boshiga mana bu kabi suv taqsimlovchi quduqlar olib kelingan ekan, lekin ular o'rnatilmagan. Bugun esa shunchaki ko'rgazma sifatida turibdi. Mana shu kanalistlarimiz ko'rib turibsizlar, mana hamma ko'chaning yoqasiga qo'yilgan, lekin o'rnatilmagan joyiga tushirilmagan. Buni liniyani bizga o'tkazib bersin, uyimizga o'zimiz tortib olamiz. Bu kanallar ko'milish kerak, montaj qilinish kerak, lekin mana ko'chada turibdi. Suv uchun kavlandi, lekin ko'cha qolib ketdi mana shu turishda. O'zimiz chiqib ko'mgan joylarimiz ham bo'lyapti. Mana holatlar hech qayerga kirayni qo'yilmagan, mana 15 yil bo'lib ko'chib kelganimizga mana shu yerga, lekin hamma umidvorda. Xo'sh, ushbu masala yuzasidan mas'ullar nima deydi? Biz ularga yuzlanamiz. To'liq tarmoqlarni qabul qilganimizdan keyin shu mahallada o'rganishlar olib boramiz. 2025-yil may oyining yakunlariga aholi tomonidan xonadoniga счетчикlar o'rnatilgandan keyin ichimlik suvi chiqarib berish chorasini ko'ramiz. Doimgidek biz bu muammoni ham o'z nazoratimizga olamiz va bu masala yechilmaguncha mavzuga takror va takror qaytaveramiz.